Bruschatka kafelni sifatini tekshiramiz. Qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, menga o'xshagan 80 kiloli odamlar bemalol saltotsa ko'taradigan namunalar. Eng arzon narxlarda eng sifatli kafel metallogranitlar Hindiston, Xitoy, Eron, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Ko'rib turibsizlar, bibrlar juda ham ko'p. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxi 60 ming so'mdan boshlanib, bu yo'q o'sha 145 ming so'mgacha mana bu metallogranitlar ham bor ekan. Undan tashqari qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, mana O'zbekistonda ishlab chiqarilgan metallogranitlar. Mana bular ham O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Kimga kerak bo'lsa, manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani Gai hududi. Shuni yonginasidan bo'lyapti. Agarda bozor va biznes kanalidan chiqdim desang, chiroyli qilib bonuslarni qilib beradi. Bu yerda xohlasangiz tayyor mahsulot sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz akalarimiz zakotovka qilishar ekan, butun O'zbekiston bo'yicha olib borib, ustanovka ham qilib berishaverar ekan. Tepadagilarni ko'ringlar. Tepadagilar nima deyapti? Ustaka nima deylardi bularimiz? Paroya. Panogul. Ya'ni kechqurun yonga svit o'chganda bu nur qaytarib turadi ekan. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, abrazeslarni ko'rib turibsizlar. Siz xohlagan fasonda, xohlagan materiallarda akalarimiz chiroyli qilib zakotovkasini tayyorlashib, olib borib ustanovka ham qilib berishaverar ekan. Burchatkani bir 30-40 xil, 50 xildan ortiq abrazeslari bor ekan. Kimga shunaqangi eng arzon narxlarda kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tamom.